A nuqtadan B nuqtaga borishimiz kerak, ha? Lekin A nuqtada misol har xil insonlar uchraydi bizga. Eng asosiy narsa har doim biz odamlar bilan suhbatlashgan paytda biz maqsadni tanlashimiz kerak. Maqsad. Bir xil insonlar aytadiki, bu demak namoz o'qiyotgan, bu namoz o'qimayotgan, namoz o'qisa men ish qilaman, namoz o'qimasa ish qilmayman. Odam ajratish boshladikmi? Odam ajratish boshladikmi? Baraka ketadi. Biroq bo'lsa biznesni qilayotgan payt namoz o'qiydiganlar bor, namoz o'qimaydiganlar bor. Endi nima qilamiz biz? U namoz o'qimasa biznes qilmasligimiz kerakmi biz? Ha? To есть namoz o'qimagan insonni misol biz bilan biznes qilmoqchimi? Biznes qilishimiz kerak u inson. Men juda ko'p insonlar bilaman, namoz o'qimaydi, lekin ihson, zakot ko'p qiladi namoz o'qigan insonlardan ko'ra. U namoz o'qimaydi, lekin ihson, zakotni ko'p qiladi. Kim namoz o'qiydigan insonlar? Juda ko'p insonlar bilaman. Tushunyapsizmi? Shu uchun A nuqtadan B nuqtaga mana bu yerda bizda shubhalanish keladi-da. Bu deydi, menga deydi, qadriyatga to'g'ri kelmaydi. Bu to'g'ri keladi, bu to'g'ri kelmaydi. Lekin bu inson bizga qarasho, uni misol nimasi to'g'ri kelmasa, lekin B nuqtagacha biz olib boriladimi u inson? Hammasi ozgina bo'lsa bir 10% biz oldinga yura olamizmi? Demak, munosabat qilishimiz kerak u inson. Bu dunyoda farishta yo'q. Bitta narsani qilishimiz kerak, yechib tashlashimiz kerak miyamizdan. Men farishta emasman. Odamlar farishta emas. Odamlarda plyus va minus ham bor. Ideal inson yo'q dunyoda.